Sekin-sekin odamlar o'rganyapti. Mana qo'chqorlarni qaranglar. Mana qo'chqorimiz ham qo'chqor. Mana shunaqada qirg'iz qo'chqorlari mana shunaqa dev bo'lib ketadi. Biroz oldin ishonishmasdi. 200 kiloga chiqadi desam, ko'pchilik bo'lishi mumkin emas. Dev qo'chqorlar. Chiroq bor ekan, qorong'ida yuribmiz. Mana qo'chqorlarni ko'ryapsizlarmi? Qo'chqorimiz ham qo'chqor. Dev. Qarang, 70 kiloning tepasida, menimcha shu 190-200 ga chiqqan menimcha. Ammo Qirg'izistonni qo'chqorlari nimasi bilan mashhur desanglar, so'yilganda yog' chiqmayapti-da, go'shtdor bo'lyapti. Uyingizga olib kelsangiz barakali bo'lyapti-da go'sht. Ana 35 kilo, 40 kilo go'sht beradigan qo'chqorlarning go'shti bebaraka. Sababi suyakki miqdori ko'proq bo'ladi-da. Xonadoningizga olib kelsangiz, 2 kun, 3 kundan keyin adasi go'sht tugar deb turishadi. Mana bunaqa qo'chqor go'shtini olib boradigan bo'lsanglar, u barakali bo'ladi. 2-3 kundan go'sht tugar deb turishmaydi. Men har doim aytaman-ku, 35 kilo, 40 kiloli qo'chqor so'ygandan ko'ra katta 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo go'sht beradigan qo'chqor so'yilsa, suyagiga nisbatan lahm go'shti ko'proq bo'ladi. Sekin-sekin odamlar o'rganyapti. Ya'ni 35 kilo, 40 kiloli go'sht beradigan qo'chqorlarni so'ymasdan mana shunaqa ko'p go'sht beradigan. Qaranglar, mana yog'i yo'q hisobda.